2 nefer ana, 2 nefer oğul ve 2 nefer kız var. Bu ailede en kamida nechta nafar kishi bo'lishi mumkin? Qani shart isbotlaymiz? Bu 2 nefer ota bo'lganda otaning dadasi bilan ota bo'lishi mumkin. Onaniki ham shunday. 3 emas. Qayta o'qib bering, savolga. Ailede 2 nefer ota, 2 nefer ana, 2 nefer oğul ve 2 nefer kız var. Bu ailede en kamida nechta nafar kishi bo'lishi mumkin? Katta oila nazarda tutilgan yerda 2 nafar ota deyilganda bobosi, dadasi, o'g'li kiradi. Shunda ham 2 nafar otaga to'g'ri keldi bu, ham 2 nafar o'g'ilga to'g'ri keldi. Endi 2 nafar ona deydi. Bu yerda gelinni opasi, qizi. Qaynonasi emas, opasi. 2 nefer. 2 nafar ona bo'ldi shunda. To'g'rimi? Endi 2 nafar qizmi? U ham to'g'ri keldi. Shunda necha odam yashadi? 6 nafar kishi yashadi. Yo'q, boshda 6 deb yozdim, 3 ga o'zgartirdim. Shunda darsni mustahkamlovchi nima savollarimiz tamom bo'ldi. Hammaniki to'g'rimi? Ballarni qo'yib boryapmiz, to'g'rimi? Endi bugungi darsni mavzusi bilan tanishsak, matematik kecha va matematik ertaklarni tashkil etish va o'tkazish darsimiz. Endi matematik kecha bu nima edi? Ma'ruza mashg'ulotida o'tdik mana. To'g'rimi? Navbayda matematik kecha? Matematik kechalar odatda bir oy oldin tashkillashtiriladi. Bu o'qituvchi tomonidan bunda ota-onalardan chaqirish mumkin va katta sinflardan yordam olish mumkin. Bunga matematik kechalarda barcha sinf qatnashadi yoki parallel sinflar bilan birga o'tkaziladi. O'qituvchi buni rejasini tuzish uchun bir oy oldindan tayyorgarlik ko'rib, sinfdagi o'quvchilarni tayyorlab boradi. To'g'ri ma'lumot. Kunshoy, qaranglar, matematik kecha bu aynan sinfdan tashqari ishlarda rejalashtiriladi. Va bu rejamiz maktabning o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari tomonidan tasdiqlanadi. Ssenariyimiz va bu ssenariy ular ma'qul ko'rgandan keyin, xatolar va kamchiliklari ko'rib, takliflar berilgandan keyin yangidan nima tuziladi? Ssenariy tuziladi. Va bu ssenariy o'quvchilar bilan puxta tayyorlanish uchun bir oy oldin yoki 2 hafta oldinlar rejalashtirib o'quvchilarga bo'lib beriladi. Va buni tashkillashtirish maqsadida kecha bo'lgandan keyin qayerda o'tiriladi bu? Katta sahnada o'tkazilishi kerak. Birinchi navbatda kechamizning nomini tanlab olishimiz kerak. Bu nom qanday bo'lishi kerak? Jarangdor bo'lishi kerak. O'qituvchilarni o'ziga jalb qilishi kerak. Qani men shunday nomli kechada ishtirok etsam, o'zimga qanday ma'naviy ozuqa olib chiqaman ekan degan savol bilan kirishi kerak. Kechaga birinchi nom qo'ydik, keyingi ikkinchi tashkiliy ishimiz nima bo'ladi bizani? Sahna bezaklari bo'ladi. Uchinchi majburiyatimiz o'quvchilarni texnik vositalar bilan ishlashdagi xavfsizligini ta'minlashdagi yo'riqnomalar imzolashimiz kerak. Sabab nima bunga? Masalan, tabiiyki, sahna ko'rinishi, keyin har xil qo'shiqlar, dam olish vaqtlari bo'ladi kechalarda, to'g'rimi? Shu narsalarni tashkil etish uchun bizlarga qanday vositalar kerak bo'ladi? Texnik vositalar, qanday kerak bo'lishi mumkin? Yana nimalar kerak bo'ladi? Ekran, monitor va hokazo mikrofon, shu narsalarni ehtiyot choralarini ko'rib chiqish uchun bolani texnik nima bilan tanishtirib o'tamiz, xavfsizlik bilan tanishtirib o'tamiz va imzolatamiz. Endi bu nimani moliyalashtirish ham bor. Kechalarni moliyalashtirish deganda nima kiradi? Bu faqat moddiyat bilan bog'liq bo'lmaydi. Moliyalashtirish deganda ota-onalar xabardorligi. Masalan, hamma narsa ham chiqarishilmaydi. Kimdir uyindan aytib turishi mumkin. Sahna bezagi uchun nomlar kerak bo'ladi, milliylikdan foydalanishimiz mumkin, materiallardan, to'g'rimi? Shuning uchun ota-onalar bilan maslahatlashib, kim qanday yordam berishini ham biza moliyalashtirish deb aytib bilamiz ekan. Endi qaranglar, sahna
sahnada bezadik, ssenariy tuzdik, mavzu qo'ydik. Endi bizga muzikant kerak. Qanday muzikant kerak? Masalan, o'quvchilar ishlatishi mumkin. O'quvchilarning chiqish sahnalari bo'ladi. Ana shu sahnalarda nechik muzikalar bilan nomlarimizga mos bo'lgan, jo'shqinroq yoki insonga ma'naviy ozuqa berib turadigan, psixik jihatdan bizani sokinlik qilib qo'yadigan muzikalar yangrab turishi kerak o'quvchilar chiqartirganlar. Keyin sahnada birinchi navbatda har qanday kechani tashkillashtirishda boshlovchilardan foydalanish kerak. Ya'ni o'quvchilar orasidan ikkita boshlovchi saylab olishimiz kerak. 2-1 bo'lsa bo'ladi. Demak, bu boshlovchi ham talablar qo'yilgan. Qanday bo'lishi kerak? Nutqi ravon bo'lishi kerak, ovozi yorqin, jarangli bo'lishi kerak, o'zini tuta bilishi kerak. Keyin o'quvchimizni milliy kiyimda yoki bo'lmasa o'quvchilarni formasida chiqarishni rejalashtirishimiz kerak. Ana undan keyin bizning nomlarimiz paydo bo'lib boshlaydi sahnada. Tayyorlangan ssenariyimiz sahna yuzuna chiqib boshlaydi. Qanday rejalashtirsak bo'ladi? Masalan, Al-Xorazmiy deb sahna ssenariylashtirgan bo'lsak, tasavvur qilaylik, arenada Al-Xorazmiy naus yopishtirib turibdi, surati, qachon qaysi yillar ijod qilgani, yashab o'tgani va sahnada Al-Xorazmiy nomi bilan nima bo'lib turibdi? Bezalib turibdi sahna. Endi boshlovchimiz chiqadigan ishlatadi, tanishtiradi, salomlashadi, ochib borish uchun kimlarni taklif qilamiz? Va o'qituvchi va o'quvchilar taklif qilingan bo'ladi. Bizlar qancha ma'ruza mashg'ulotimizda yana shu narsani aytib o'taylik. Kechalarni tashkillashtirish uchun nom tarqatamiz dedik. Taklifnoma tarqatiladi. Devoriy gazeta ishlash orqali e'lon beriladi. Yana nima aytdik? Konferensiyalari, keyin yana bir shunday tashkillashtirilgan yerlarga borganimizda oldimizga nom chiqarib beradilar bizani. Programma, dastur bo'ladi. Ana shu narsalarni bular ham tashkiliy qismga kiradi aslida. Biza ishtirokchilarni qo'lidan tarqatib chiqamiz. Demak, dasturimizda qaysi sahna ko'rinishidan keyin qaysi chiqish bo'lishini bilib turishlari uchun. Tushunarlimi? Endi kecha va matematik ertalik mavzumiz ikkinchi qismi. Ya'ni biza kechada matematik ertak tashkillashtirishimiz mumkin. Endi har bir ishimizni nosi bo'lishi kerak, maqsadi bo'lishi kerak. Qanday maqsadlar bo'ladi? Ta'limiy maqsad, tarbiyaviy maqsad va rivojlantiruvchi maqsadlar bo'lishi mumkin. Masalan, shuning bir sahna ko'rinishini ertaklardan qanday ta'limiy, tarbiyaviy maqsad olish mumkin deb savol qo'yishimiz kerak o'zimizga birinchi navbatda. Tarbiyaviy maqsad inoqlik, do'stlik, mehnatkashlik, yana nechik vatanga bo'lgan muhabbat, tarbiyaviy maqsadlarni qo'yamiz va ta'limiy maqsadimiz nima bo'ladi bizani? O'quvchilarni fanga bo'lgan yanada qiziqishini orttirish bo'lishi mumkin. Yana nima bo'ladi? O'zlashtirish mumkin. Rivojlantiruvchi maqsadni nima deb ko'rib bilamiz? Sahna ko'rinishidan, ertaklardan ijodkorlik qobiliyatlarini shakllantirish. Rivojlantiruvchi maqsadga qo'ysak bo'ladi ekan. Endi sizlarga bir savol. Matematik kecha bilan bu yerda mavzuda yo'q. Matematik ertaliklarning qanday farqi bor? Ertaliklar 10 daqiqa. Matematik kecha va matematik ertaliklar.
yine aytib o'tdik, matematik kechalar, katta sahnalarda, ommaviy ana deydi. Kechalar sinf doirasida ochiq darsdan sal tayyorlanishi, nima desam, kuchliroq tarzda o'tirilishi mumkin.